Sizlar tinchmisizlar, yetinglar. Ko'ryapsizlar men podkastimni. Bu podkastdan omon qolgani qolsin. Men urdim nima? Poyez urdi nima? Qani bu qishloqda kim bor? Birorta mashhur odam bormi? Xo'sh, dahshat kino ekan, xotin senga yoqdimi? Yoqmadimi? Bo'lmasa boshqa kino topib ko'ramiz, bo'laveradimi? Uydagilarim chaqiryapti. Uydagilarni chaqiryaptimi, xotining chaqiryaptimi? Shu xotinim uydagilarim-ku, o'shalar chaqiryapti-da. Bo'pti, men ketdim. Mana bu choyni o'zing ichib qo'y. Jinnimisan? Qanday men sen choyni ichaman? Ichor, roziman. Bo'pti, o'zing bilasan, ichib qo'yish kerak bo'lsa ichib qo'yaman. Yaramas xotin qo'li bo'lib ketyapti kundan kunga. Xotini chaqirsa yugurib ketyapti. Bugun qishlog'imizga kim edi? Ronaldo keladi deyishgandi. Hozir Ronaldo kelgan bo'lsa kerak, borib Ronaldo bilan bir tanishib kelishim kerak. Ronaldo ham oddiy bizga o'xshagan odam, unaqa dahshat odam emas. Johani tanisa kerak menimcha Ronaldo. Joha desa borsa oldimga, ya'ni men borsam uni oldiga. Joha senmisan desa, "Yo'q, Joha emasman. Ko'rmaysan, Johaman-ku, tanimay qoldingmi?" desam, "Yo'q, kechiring, Johazni qayerdan tanimay qoldim. Bitta dastxat qo'yib bering" deb kelsa oldimga yalinib, "Bo'ldi, yig'lama" deb sirazi dastxat qo'yib bersam keyin, "Yo'q, menga Joha dastxat qo'yib berdi" deb maqtanib borib, Messilarga, boshqa futbolistlarga maqtansa, u tagoy bo'lar keyin, "Men choyni qo'yib qo'y, kelganimni ichaman." Tak hozir nima qilmoqchi edim? Obunachilar aytganchilar, kanalga obuna bo'lmayapsizlar nimagadir. O'shaning shu kanalga obuna qo'yaveringlar. Men esa Ronaldo bilan tanishishga, Ronaldo ko'rishga boraman. Bu yerda kim buzib ketdi? Tushunmadim. Bu qaysidir yaramas jetel portlatib yuborgandir. Yana Ronaldo kelibdi. Как раз o'sha bilan tushunmadim. "Voy jetel, nimadir tushib qoldi?" Menga kerak emas, shunchaki o'zim huzurga olib borayotgandim. Menga berigitcha o'sha sumkani. Bratan, siz nima qilasiz sumkani? Bir ikkita narsalarni solib qo'ymoqchiman. Yo'q, o'zimga ham kerak, o'zim ham narsalarni solib qo'yishim mumkin. Chunki juda ham kattagina, chiroyligina sumka ekan. Yo'q, shuncha mashinalar, shuncha axronlar hammasi sizdanmi? Albatta, axir men Ronaldoman, tanimayapsizmi? Taniyapman. Hozir senlab turgandingiz, yana sizlab ketdingiz. Endi esimdan chiqib qolibdi, to'g'risini aytsam. Tushunoldim. Menda karset bor. Urishib qo'yaveramiz xohlasangiz. Jinnimisan? Men sen bilan qanday urishaman? Yana siz senlayapsiz. Mayli, men ham senlayman unda seni. Mana pulni ol, menga o'sha sumkani ber. Yo'q, bratan, u sumka o'zimga ham kerak. Agar bergim kelib qolsa, men bunaqa kam pulga bermayman. Qancha pul beray? Haydi, xohlagan pulingni beraman. Faqat sumkani ber, iltimos. Yo'q, bratan, bermayman, shunchaki o'zimga kerak deyapman-ku. Berganingda juda ham yaxshi bo'lardi. Xohlasang, shu pulni 2 barobar ko'p qilib beraman. Ya'ni $200, ya'ni 2 stak dollar. Yo'q, bratan, bermayman. O'zimga kerak. O'zbek tilida tushunasizmi? Yo'q, tushunmayman. Men portugaliyalikman axir. Tushunarli. Mana $100 ola qo'limda, shaharda borib ishlatsang bo'ladi. Shundan beraman. Yo'q, brat, men kerak emas. Hali shunaqami? Shunaqa, o'zimga kerak deyapman-ku. Sen meni tanimayapsanmi kimligimni? Siz kimsiz? Ronaldoman, ko'rmayapsanmi? Ronaldo tugul Messi bo'lmaysizmi? Bermayman deyapman-ku. Iltimos, bera qol, ortingdan yugurtirma. Ortimdan yugurmay, men sizga yuguring deyotganim yo'q-ku. Bersang bo'lardi shuni. Yo'q, brat, bermayman, xafa bo'lmang lekin. Tak, sumka qani, sumkani olib qo'ying. Siz bu yerda maslahatim o'tirmang, chunki hozir men bu yerda polizimda ishlayman. Siz esa menga xalaqit qilishingiz mumkin. Yordam beraman polizingga, o'sha sumkani ber. Nahotki bitta sumka shunchalik qadrli narsa, qimmatli narsa bo'lsa. Endi bilasan, men sportsmenman. Qanday sportsmen? Siz futbolistsiz-ku? Shu endi futbolist bilan sportsmen nima farqi bor? Farqi katta. Obunachilar kommentariyaga farqini yozib qoldiringlar. Sportsmen bilan futbolistni. O'shanga narsalarni solib yurmoqchi edim. Bo'pti, o'zing bilasan. Lekin olmaysizmi, kerak emasmi? O'gim kelyapti, lekin bermayapsan-ku jinni. Berishim mumkin, faqat sal keyinroq. Qachon bermoqchisan? Bilmadim, balki ertaga berarman, balki undan keyin, balki bir haftadan keyin berarman. Shuncha kuchim kerakmi? Men o'zi qishloqlarga bir kunlik qilib kelganman. Ertaga ketaman. Nima bunda tez ketmoqchisiz? Ishlarim bor. Men bekorchimanmi senga? Endi bekorchisiz deb o'ylabman-da, brat. Bekorchi deb o'ylaman. Men o'zimda ishlarim bilan band bo'lib yuraman. Ya'ni bilasan, men futbolistman. Futbol o'ynashim kerak. Kecha O'zbekistonni yengib qo'yganimni bilayapsanmi? O'shaning uchun ham sizga sumkani bermayman. Nima? O'zbekistonni yengganim uchun bermaysanmi? O'zbekistonni yengganingiz uchun bermayman. Agar yengilib berganingizda berib yuborardim. Qanaqasiga yengilib berish mumkin? Axir tayyor g'alaba turgan joyga mag'lubiyat kerak emas bizga. Unda o'zingiz bilasiz, bratan, men sizga bera olmayman.
bo'pti, bu gal yutqazib beramiz, ber. Yo'q, ishonmayapman gapingizga. Nimaga ishonmaysan axir, yutqazib beraman deyapman-ku. Yo'q, baribir bermayman bratan. Berganingda yaxshi bo'lardi, lekin qarada yigitcha. Yo'q, shunchaki aytyapman, baribir O'zbekistonga yutqazib bermadingiz. Mana bu mashinani kaltini ol. O'zing xohlagan mashinani tanlab olasan. Evaziga shu sumkani ber. Xo'sh, mayli, o'ylab ko'raman. Lekin bitta shart yana, o'sha O'zbekistonni keyingi o'yinda yutmaysizlar, ya'ni yutqazib berasizlar. Bo'ldimi? Ha, kelishdik. O'zbekistonga yutqazib beramiz. Mana bu mashinalardan xohlagan bittani tanlab ol. Yana men senga qo'shimcha $1000 beraman o'sha sumka uchun. Mana bu boshqa gap. Bo'ldi, kelishdik. Tak, hozir men tanlab olay, kutib turing. Tak, Axrana laboratoriyani qilaysizlar. Yigitcha tinchmisan? Bo'ladi, rahmat. Hozir o'ylab olayinda bratan, qaysi mashinani olishni. Bu BMW ekan, bu qanaqa mashina? Ferrarimi, qanaqadir. Bu yerda ham mashina bormi? Ha, bu Force adashmasam. Porsche, Ha, o'sha Force degan mashina bor-ku. Lamborghiniga o'xshayapti-yu ko'proq. O'shada xullas, yo Lamborghini yo Force xullas shunaqa. Bo'ldi, yo Ferrari ekan bu mashina. Ha, Ferrarimi xullas qizil mashina deb nom berganman. Yaxshi, bu yerda esa Mers bor ekan. Mers menga kerak emas, chunki Mers yo'qmaydi. Ha, unda xohlagan mashinani tanlab ol deyapman shu yerdagilardan. Hozir haydab ko'rishim mumkinmi axir? Ha, mumkin, bemalol o'rganguningcha haydab ko'r, ya'ni senga yoqqunicha. Menga unchalik ham yoqmayapti lekin mashinalaringiz. Nimaga axir? Mers zo'r mashina-yu. Yo'q, qayerdan zo'r mashina? BMW legenda. Yo, BMW legenda emas, Nexia 2 legenda. Bilarkansiz, qanday mashina legenda? Mana bu haqiqiy legenda lekin. Ha, shuni olasanmi? Bilmadim, menga shu mashina yoqib qoldi. Xo'sh, bu BMW ning eski versiyasi. Bu juda ham yaxshi mashinaga o'xshayapti. Lekin eski mashina har doim ham yaxshi bo'lavermaydi, bratan. Menga unchalik ham yoqmadi, o'shaning uchun sumkani bermayman. Obunachilar bitta sumka uchun shuncha o'zimdan yuribdi. Nimasi bor ekan bu sumkani ichiga? O'zim narsalarni solib yuraman dedi, lekin o'zim narsasini solgani bilan ham baribir unaqa zo'r sumka emas, to'g'rimi? Baribir sumkani ichida nimadir bo'lsa kerak-da, demak. Ochib ko'rganim yo'q. Lekin ana jetel ko'chada tashlab ketganda tushib qoldi deganida kerak emas dedi. Nima kerak emas desam, aytmadi. Men stulni kirgizib qo'ygandim-ku, kim chiqazib ketdi yana. Menimcha shu ana do'stim kelganda, xotinim bilan urushib qo'ygandan keyin qaytib kelganda narsalar qo'yib qo'yganda men izlashib ketgan. Ya'ni qaytib birga choy ichamiz deb meni izlashib ketgan, lekin topa olmaganman, javob beraman. Xotinini aytganini qilib yurardi, mana urushibdi xotinim bilan, juda yaxshi bo'libdi. Endi ko'chaga chiqib yuradi meni oldimga kelib deganda, Ronaldo brat mana bu sumkaga yomon ham qiziqib qoldi.